السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة، كيف حالكم؟ معكم سميحة. Hop, sizlar bilan izhor mavzusini o'tganmiz va iqlob mavzusini o'tganmiz. Ko'rmaganlar bo'lsa kanalda joylab qo'yganman. Hop, bugungi mavzuyimiz idg'om. Idg'om sukuli nun va tanvin qoidalarida 3-oilani nomi. Demak, bizda idg'om. Idg'om oilasi bizda idg'om oilasini o'zini ham ikkiga bo'lib olamiz ekan. Idg'om oilasini o'zi katta o'g'li bor ekan va kichkina o'g'li bor ekan. Xo'p, katta o'g'li g'unnali idg'om, kichkina o'g'li g'unnasiz idg'om. Demak, buni nima farqi bor? O'tgan safar aytgandim, g'unnali bilan g'unnasiz. Xo'p, izhorda g'unnani kres qilgandik, x qilgandik, ya'ni g'unna yo'q unda. Iqlob mavzusida bo'lsa g'unna kerak bizga. Xo'p, bugungi mavzuyimizda ham birida g'unna bor ekan, birida g'unna yo'q ekan. Demak, ko'ramiz. G'unnali idg'om qilinadigan harflar 4 ta. Ya'ni, masalan, qaraymiz. Mana bu yerdagi sukunli nun, sukunli nun, mana sukunli nun yoki tanvin deyilgan. Sukunli nun yoki tanvin. O'zidan keyin mana bu g'unnali idg'omni bolalariga, ya'ni 4 ta harfiga yo'liqsa, biz buni 2 ta etapda bajaramiz. Birinchi etap idg'om qilamiz. Idg'om degani bu lug'aviy ma'nosi kiritish degani. Ya'ni mana bu yerdagi nun o'zidan keyingi harfga aylanib qoladi, kiritiladi. Ikkinchi etap bizda g'unna. Chunki bu katta o'g'lini ismi o'zi g'unnali edi. Shuning uchun bizda g'unna kerak. Ya'ni qaranglar, g'unnalini farzandlari 4 ta dediga, ular mana bu harflar. Buni sizlar birgalikda yamnu deb turib yodlab olsanglar oson bo'ladi. Yamnu mana. Demak, mana bu harflarning tarkibida ya, mim, nun, vav. Demak, ya bor ekan. Mana shu holatda mana bu yerdagi sukunli nunni mana bu o'zidan keyingi yega yo'liqqani uchun, bu yerda g'unnali idg'om qoidasi bo'lgani uchun birinchi qiladigan ishimiz idg'om qilish. Ya'ni mana bu yerdagi nun yega aylanib ketadi. Masalan, may, ya'ni mana may, mana bu nun yega aylanganini hisobiga biz bunga tashdid qo'yib yuboramiz va mana bu holatni asl holati bo'lyapti. Ya'ni may ya'mal. Mana bu yerdagi nun nima bo'ldi? Yega aylanib qoldi. Idg'omni qildik, xo'p, lekin bizda keyingi etap bor. Keyingi etap bizda g'unna. Bu degani 2 harakat ushlab turamiz mana shu yerda. Ya'ni may ya'mal. May ya'mal. Agar may ya'mal deb turib o'tib ketilsa, birinchi haqqi, idg'om haqqi bajarilgan, lekin g'unna qilish haqqi qolib ketgan bo'ladi. Shuning uchun haqqini to'liq berishligi uchun shu qoidani may ya'mal qilib o'qiymiz. Demak, keyingisida qaranglar. Bizda aytildi, birgina sukunli nun emas, tanvin ham bor. Tanvinning 3 ta bolasi bor edi. Tanvin domma, tanvin fatha va tanvin kasra. Mana bu yerdagi tanvin domma, ya'ni nima edi bu? Un tarkibida nima bor? Yashirin sukunli nuni bor o'zini. Demak, mana shu holatda hozir mana mana bu holatdagi tanvin, ya'ni undagi sukunli nun o'zidan keyin yega yo'liqdi. Ya'ni birinchi misolimizda sukunli nun bilan berdi, endi ikkinchi misolimizda tanvin bilan, tanvinlarni biri bilan ko'rsatilyapti misol. Ya'ni mana shu holatda fi'atunda nima qilardik? Birinchi qiladigan ishimiz idg'om qilishlik. Idg'omni nima dedik? Kiritish dedik. Hozir buni o'chirib ko'rsataman. Xo'p, mana bu yerdagi 2 ta etapni bajarishimiz kerak bu holatda. Xo'p, ya'ni mana bu fi'atun degan nni idg'om qilamiz. Qaysi harfga? Yega. O'zidan keyin chunki ye kelyapti.
Shunda hosil bo'ladi fi'atuy. Ya'ni mana bu kalima asl holati fi'atuy, ya'ni fi'atuy. Mana bu yega idg'om bo'ldi va idg'om bo'lganning hisobiga biz bunga tashdid qo'yib yuboriladi. Keyingi holati mana yansuruna. Yansuruna. Ya'ni buni tushuntirish o'laroq yozyapman. Asl holati, ya'ni mana bu kalima shunaqa yozilsa ham biz buni bu uslubda o'qiymiz degani. Xo'p, qanday o'qiymiz? Idg'om qilamiz. Fi'atuy. Keyingi qiladigan ishimiz bizda g'unna. G'unnani ham chiqarishimiz kerak. Ya'ni ikki harakat ushlaymiz. Fi'atuy yansuruna. Mana bu yerda sukun nun sodga yo'liqqani uchun ham ixfa qilyapman. Bu mavzuni endi o'tamiz. Xo'p. Demak, mana bu asosiy fokusimiz hozir mana shu qoidaga qaralsa. Qaytaraman. Fi'atuy yansuruna. Keyingi misol. Sukun nun, mana sukun nun va ga yo'liqdi. Idg'om qilamiz, so'ng g'unna qilamiz. Demak, nunni va ga aylantirib yuboramiz degani. Miwali. Qaranglar, miwali deb o'tib ketsam, shunchaki idg'om bo'ladi. G'unna bo'lmaydi. Vaholanki bizda g'unna ham kerak. Miwali. Keyingisida sirojandagi tanvin va ga yo'liqdi. Ya'ni bizda ham sukun nunga misol berilyapti, ham tanvinga. Shunda hosil bo'ladi sirojan wahhaja. Qaytaraman. Sirojan wahhaja. Keyingi misolimizda sukun nun mana mimga yo'liqdi. Demak, mana bu yerdagi nunni mimga aylantirib yuboramiz va ikkinchi etapimiz bizda g'unna. Mimma'in. Mimma'in. Keyingisida sirotin degi tanvin mimga yo'liqdi. Yana idg'om qilamiz va g'unna qilamiz. Sirotin mustaqim. Sirotin mustaqim. Oxirgi harfimiz bizda nun harfi. Ya'ni sukun nun harfiga yo'liqsa, biz kirg'izib yuboramiz. Ya'ni tashdid bo'lib ketadi. Ya'ni in naqul deb turib ikkita nun aytilmaydi. Bir-biriga kirib ketadi. Va g'unna kerak bizda. Innaqul. Keyingi misolimiz tanvin nunga yo'liqdi. Yana shu holat. Nunni ikkita bildirilmaydi, idg'om qilinadi va g'unna qilinadi. Malikan nuqatil. Malikan nuqatil. Demak, bu g'unnali, ya'ni katta o'g'lini oilasi edi. Bizda keyingisi g'unnasizlar. G'unnasizni bolasi 2 dona, ya'ni lom bilan ro xolos. Demak, g'unnasiz idg'om qilib o'qiladigan harflar 2ta ekan, lom bilan ro. Bu holatda birinchi etapda idg'om qilamiz. Idg'om qilamiz, ya'ni kiritamiz o'zining nomiga binoan, lekin g'unna bunda mumkin emas. Sababi ikkinchi o'g'lining nomi o'zi g'unnasiz deb qo'yilgan. Shuning uchun x qilaman, bunda g'unna mumkin emas. Shunchaki idg'om qilamiz xolos. Ya'ni mana bu yerda sukun nun lega yo'liqyapti. Shunda nun lega aylanib ketadi. Allav, ya'ni ushlab turilmaydi. Chunki bunda g'unna yo'q. Al qilib ushlanmaydi. Shunchaki shuni idg'om qilasizlarda o'tib ketasizlar. Allav. Keyingisida tanvin lega yo'liqdi. Bunda ham xuddi shu holat. Andadal. Mana bu holatda ixfa qoidasi bo'lyapti, lekin bu hozir qaramay turasizlar. Asosiy qoidamiz bu yoqda. Andadal yudillu. Ya'ni mana bu yerda ushlab turmadim. Dal shuna urdim. Dalli yudillu qilib. Keyingi misolimizda sukun nun rga yo'liqyapti. Idg'om qilamiz, lekin g'unna mumkin emas. Mir rabbik, ya'ni mir qilib ushlab turilmaydi. Agar mubolag'a bo'lib ketadi. Shuning uchun shunchaki idg'om qilamiz. Mir rabbika. Keyingi misolimizda basharon tanvin rga yo'liqyapti. Idg'om qilamiz xolos. Basharor rasula. Basharor rasula. Ya'ni mana shu yerda ikkita r borligini bildiramiz. Chunki mana bu nun rga idg'om bo'lib ketdi.
Bugungi darsimiz shundan iborat. Qolgan darslarni ko'rsanglar bo'ladi bemalol kanaldan. Izohlar yozib, tushunmagan joyinglar bo'lsa, bemalol izoh orqali so'rasanglar bo'ladi. Yoki kanal shapkasida Telegram kanalim bor. Telegram kanalimda ham chat bor yokida o'zimni lichkam ham bor. Ya'ni admin o'rnida. So'rasanglar bo'ladi. Ma'assalama, ilal liqo.